O'zingga ehtiyot bo'l, qo'shningni o'g'ri tutma, deydi dono xalqimiz. Raqamli dunyoda esa bu hikmat yanada muhim. Birgina noto'g'ri bosilgan havola, ochiq qoldirilgan parol yoki shaxsiy ma'lumotni bermaslik haqidagi oddiy qoidaning buzilishi butun daromadlaringiz yo'qolishiga sabab bo'lishi mumkin. Tasavvur qiling, Telegramdagi tanish bo'lmagan akkaunt sizga sovrin yutdingiz deb havola yuboradi. Siz uni bosasiz. Ertasi kuni bank kartangizdan pul yechib olingani haqida xabar keladi. Mana shu oddiy holat internet xavfsizligining naqadar muhimligini ko'rsatadi. O'zbekistonda ham, dunyoda ham kiberhujumlar soni yildan yilga o'sib bormoqda. Masalan, 2024-yilda O'zbekistonda 12 milliondan ortiq kiberhujum urinishlari qayd etilgan. Firibgarlik esa o'tgan yilgiga nisbatan 34% ga oshgan. Pew Research markazi tadqiqotlariga ko'ra, yoshlarning katta qismi doimiy onlayn bo'lishi, zo'ravon kontent, bosim, kiberbezorilik va firibgarliklarga duchor bo'lish xavfini kuchaytiradi. Bu holatlar yosh foydalanuvchilar uchun shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish, aqlli foydalanish va onlayn madaniyatga rioya qilishni yanada muhim qiladi. Internetda eng ko'p tarqalgan xavflar. Birinchisi bu kiberfiribgarlik, phishing va soxta havolalar. Soxta sovrinlar, lotereyalar, bankdan xabar, hisobingiz bloklandi kabi xabarlar orqali karta ma'lumotlarini o'g'irlash eng keng tarqalgan usul hisoblanadi. O'zbekiston bo'yicha bu toifadagi hujumlar sezilarli suratda oshmoqda. Ikkinchisi esa kiberbezorilik. Pew Research ma'lumotlari bo'yicha yoshlar o'rtasida onlayn bezorilik yuqori ko'rsatkichda. Bu ruhiy bosim, qo'rqitish, shaxsga tegishli ma'lumotlarni ruxsatsiz tarqatish kabi shakllarda namoyon bo'ladi. Yana biri esa ma'lumotlar tarqalishi va maxfiylikning buzilishi. Profilni noto'g'ri sozlash, barcha uchun ochiq qoldirilgan postlar yoki tasodifiy yuklangan fayllar shaxsiy hayotga putur yetkazishi mumkin. Bunday tahdidlardan qanday qilib himoyalanish mumkin? Avvalambor, kuchli va noyob parollar ishlating. Har bir ilova uchun alohida parol yarating. Parol menejeri ishlatish tavsiya etiladi. Yana biri 2 bosqichli himoya. Hisoblar buzilishining oldini oladigan eng samarali vositalardan biri. Bundan tashqari, shubhali havolalarni ochmaslik, ilovalarni faqat rasmiy do'konlardan yuklash. Soxta ilovalar orqali o'g'irliklar keng tarqalgan. Bundan tashqari, shaxsiy ma'lumotlarni hech qachon birovlarga bermang. Pasport, karta raqami, PIN kod, SMS kodlar hech qachon Telegram, Instagram yoki oddiy havola orqali so'ralmaydi. Ijtimoiy tarmoqlarda maxfiylik sozlamalarini qayta ko'rib chiqing. Profil, story, manzil yoki telefon raqamini kimlar ko'rishi mumkinligini cheklang. Onlayn muloqotda hushyor bo'ling. Tanish bo'lmagan odamlarning takliflari, sovrinlar, sarmoya takliflari aksariyat hollarda firibgarlikdir. Dasturlarni yangilab boring. Qurilma yangilanishlari xavfsizlik yamoqlarini o'z ichiga oladi. Zarar kuzatilsa, darhol xabar bering. Platformaning report funksiyasi, shuningdek O'zbekistonning kiberxavfsizlik bo'yicha rasmiy organlariga murojaat qilish zarur. Xulosa qilib aytish mumkinki, yoshlar uchun internet ta'lim, izlanish, do'stlar, ijod va imkoniyatlar manbai. Biroq ushbu imkoniyatlar ongli foydalanishni, shaxsiy ma'lumotlarga mas'uliyat bilan yondashishni va raqamli madaniyatni talab qiladi. Statistik ma'lumotlar kiberfiribgarlik va onlayn bosimning o'sib borayotgani yoshlarning internetda o'zini himoya qilish ko'nikmalarini kuchaytirish zarurligini ko'rsatadi. Bugunoq kichik bir odim tashlang. Parollaringizni ko'rib chiqing. 2 bosqichli himoyani yoqing va ijtimoiy tarmoqlardagi maxfiylik sozlamalarini sozlab qo'ying. Internetda xavfsizlik bu shunchaki texnik masala emas, bu o'z kelajagingizni himoya qilishdir.